talab oddiy shirkat yoki shu passiv degan DIVdan xalqan bir tur besilgan vaqtida astidagi fiat degan DIVdan shuni master qanday qilish kerak, qo'zg'atilish kerak. Bu xuddi biz oldin qitim so'zlagan tabninki programmasiga o'xshab ketadi. O'zimning degani bo'yicha function bunun programmasini mush o'ringa yozmayman. Yani ig'zimdan chiqqani bo'yicha men dedim passiv degan tur besilgan vaqtida dedim yoki mouse bilan bir chekilgan vaqtda demoqchi. Unda bo'lsa tanlayman passivni. Passiv degan turni tanladim. Buni chekkan vaqtimda mush o'ringa chekkan vaqtimdagi programmani yozib beraman. Chekkan vaqtimni qanday qildim? Bu yerda betning o'zini ko'raylik. Betning o'zida men shirkat degan turni bassam, shirkat degan turning tanlanganligini ko'rsatib turish kerak. Mahsulot degan turni bassam, mahsulot degan turning tanlanganligini ko'rsatib turish kerak. Mayli qaysi turni tanlasam, shu turningki tanlanganligini ko'rsatib turish kerak. Men shuning uchun buningga passivning o'rniga yana programmada aktiv deydigan bir turni qo'shib qo'ydim. Passiv ham aktiv deydigan. Aktiv bo'lgan vaqtida bu xil shaklda ko'rinsin, passiv bo'lgan vaqtida bu xil shaklda ko'rinsin, mouse ustiga kelganda bu xil shaklda ko'rinsin deb. Bu CSS kodlarini men yozish jarayonini ko'rsatmadim, chunki buni ko'rsatish CSS programmasiga munosabatli ishlar bo'lganligi uchun. Bilinmagan yerlaringizni ko'rsanglar bo'ladi. Umum programmasi mush orliqdagi shu. Passiv, aktiv, aktivninki andan keyin ikkisini mouse ustiga kelganda qoldi. Mouse ustiga kelganda bir xil yanadi, aktivlashgan vaqtida bir xil yanadi. Hamma CSS ning kodlari oddiy narsalar. Men faqat buni bu yerda takrorlab o'tmayman. Buning asosiy roli passiv degan holatda navbatdagi ko'rinishi oltida turish, ya'ni passiv holatdagi shakli shundoq oq rangli turish, mouse kelgan vaqtida bu xil shaklga yo'rish, ya'ni xat oq rangli, oqsi bu xil rangli holatda ko'rsatishni ko'rsatadi. Mana masalan, mouse kelgan vaqtida background color 0cc, color bo'lsa FFF oq rangga o'zgardi. Bu tadrijiy harakat qilgan harakat programmasi. Aktivlashgan vaqtida bo'lsa, oq ko'rinish rangi bilan xatning rangi o'zgardi, kirvekning rangi ham o'zgardi. Bu xil shaklda bo'lsin. Endi men mushu shaklda bir taraf qilish uchun bu yerga aktiv degan programmani tatim albatta. Aktiv degan programmani tatishdan burun barliq turlarni qanday qilishim kerak? Passiv qilishim kerak. Eng avval men aktiv degan programmani tatib boqay. Agar passiv degan tur chekilsa, chekilgandan keyin indeksini qaytarishim uchun bu yerga this index deb oldim. Hem buni bir miqdorga qaytarayman. Var my index deganim teng this index bo'lsin. Qaysi chekilgan bo'lsa, shuni indeksi bo'lsin. Undan keyin bu yerga alert orqali my index deganni qaytarib berdim. Saqlab etgandan keyin betning programmasini ko'rib boqay. Betni yangiladim, yangilab avsni bir cheksam, bu yerga 0 ni qaytardi. Indeksini qaytarib atadi. 1 ni bassam, yani mahsulotni bassam 1, keyingi chekni bassam 2, doğruni bassam 3, boshqa turlar deganni bassam 4 ni qaytardi. Demak 4 tane indeksini men tartib bo'yicha qaytarib atadi. Biroq bu boshqaning yo'rimayotdi. Yani masalan biz bo'lgandan keyin eslik keladi barda. Eslik kelmaslik kerakdi.